Hurmatli vatandoshlar, umid qilamanki hammalari sog' salomat bo'lsanglar va ro'zani birinchi kunini inshaalloh yaxshilik bilan boshlagan bo'lsanglar. Va bugun biz ham do'stlar bilan keldik Chimtor soyiga. Voqean mana bu vaziyatni men ko'rib juda qayg'ulandim. Chunki odam bir yerda o'tiradi, ketguncha o'sha yerda tamizlab ketadi. Umid qilamanki har do'stimiz, vatandoshlarimiz bu yashil fazoga kelib yaxshi o'ltirishni agar istasalar va bu kun ular kelgan bo'lsa, erta ularning joyiga boshqalar keladi. Va nihoyat mana kameraga kelmaydi uchun uzoq fosila. Nihoyat vaziyat xarob bergan. Har narsani yeyibdilar, taylabdilar. Bo'lmasa agar qilaman desa shu odam 15 nafar bir yerga keladi. Bir ikkitasi jur'at qilib tursa, mana shu bir naylonni ichiga daqal mana shu tushgan pasotlarni va kasofatlarni olib ketsalar. Va men buni zoom qilaman. Ko'rasizlar nima vaziyatdi bu. Men ham mana shu yerga keldim. Bunday soy, bir olam soy bor. Hammasi mana shundoq chatal bo'lgan. Va shu videoni shuning uchun tayyorladimki, mana bundan baqa agar har do'stimiz shu yerga keladi, adaqal bir 3 soat, 4 soat o'ltirganga bir 5 daqiqasi emas, 2 daqiqasini vaqtini sarf qilsa, mana shuni tamizlamoqqa va buni bir odam kelib pokizalay olmaydi. Minglarcha odamlar keladi, qaror bo'lsa-ki boshqalar buni pokizalasa, eshitib bo'lmaydi. Va hamma bizning o'yimiz mana shu yerda. Sa'at salomat bo'linglar. Kunlaringiz xayrli bo'lsin.